Endi milliy terma jamoamizning birinchi ishtiroki bo'ladi. Albatta puxta tayyorgarlik ko'rish juda ham zarur. Guruhimizdagi raqiblar juda ham jiddiy. Portugaliya, Kolumbiya va hali play-offdan balki bir Afrika vakili bo'lar. Lekin bunday olib qaraganda jahon chempionatida bo'sh raqiblarni, kuchsiz raqiblarni o'zi bo'lmaydi. Hamma raqiblar o'ziga yarasha kuchli va puxta tayyorgarlik ko'rib, har bitta raqibga qo'rqmasdan chiqib o'ynashimiz kerak. Boshqa anaqamiz yo'q. Va shuning uchun puxta tayyorgarlik ko'rish juda muhim. Yanvar oyida trenerlar shtabi Qatarda bo'ladigan tayyorgarlik zborini o'tkazishadi. Mart oyida mana hozir FIFA bilan birgalikda ishlayapmiz. FIFA Series degan FIFAni yaxshi loyihasi bor. Shuni O'zbekistonga olib kelib, Xudo xolasa Janubiy Amerika, Markaziy Amerika va Afrika komandalari bilan muzokaralar bo'lyapti. Shunaqa bir xalqaro musobaqani Toshkentda tashkil qilish rejamiz bor. O'sha FIFA Seriesda xuddi ikkita polfinal, final va 3-o'rin, 4-o'ringa o'xshagan turnir bo'ladi. Xuddi mana undan oldin ham tashkil qilganmiz shunday turnirlarni. Xuddi mana Align Cupda bo'lgandek, xuddi shunga o'xshagan musobaqa bo'ladi. Undan keyin may oyida 2 haftalik O'zbekistonda o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ladi va undan keyin taxminan 20-25 maylarning orasida Kanadaga ketib, Kanadada tayyorgarlik davom ettiriladi. Bu bilasiz, o'sha vaqt tafovutini yengib o'tish, o'shanga ko'nikish maqsadida nazarda tutiladi va Kanada terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazamiz. Unga hamma tayyorgarliklar bo'lgan, kontraktlarga qo'l qo'yilgan va taxminan shu iyunni boshlarida 3-4 iyunlarda biz ungacha aynan qaysi shaharda terma jamoamiz bazasi bo'lishini aniqlik kiritib bo'lgan bo'lamiz va o'sha bazaga borib, bazada yakuniy tayyorgarlik bo'ladi va u yerda ham bitta o'rtoqlik uchrashuvini tashkil qilishni rejalashtiryapmiz va shu bilan keyin birinchi o'yinga tayyorgarlik Meksikada bo'ladigan Kolumbiya bilan o'yinga tayyorgarlikka kirishadi jamoamiz. Taxminiy hozir rejalar shunday. Endi buni boshqacharoq qilishga FIFA kunlari yo'l qo'ymaydi. Futbolchilarimiz klublarda bo'lishadi. Shuning uchun har bitta o'sha jihatlarni inobatga olib, mana taxminiy reja shunday.